aka taksimidingiz? Ha, taksimi? Ha bo'ldi-da. Tezroq haydang, bir-ikki joyga o'tamiz. Bo'ldi-da. Hozir yo'q. Aka topaylik va Xullas yo'q, gaplashamiz. Kamano, quloq emasmi? Yo'q, oddiy taksi aka. O'zimizdan bormi aka? Qachon bo'lmaganman-da, 100 mingligidan bor, zo'ridan. Bering aka bo'lmasa. Oy, 70 ubatda. Aka, dushi klientingizmanib. Keyingi safar surish ketarmiz aka. Keyingi safar esingdan chiqmasin. Chiryapsan-ku. Shu o'rtalarda to'xtab turmay eshitib qolaman. Qancha bo'ldi aka o'zi? 87 ming so'mlik bo'pti uka. Aka yonimda oshkora naqd pul yo'q edi. Uni plastikda olinda kechib siz bilan ko'rishim, naqd pul qilib plastikda olaman. Nomerimni yozib oling aka. O'zingizniki bu plastik? Ha, uydagilar aka. Bo'pti. Necha nomeringiz? 90lik. Bo'ldi, kech payt ko'rishyapmiz uka. Bo'ldi aka, rahmat. Telefonni o'chirib qo'ydimmi bu? O'chirib qo'ydi, ha? Bilan hazillashish kerak bu. Ilhomjon, keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, sizmisiz? Aka, men bu o'zi kech bo'lganda bezovta qildim. Yo, bexijolat, nima xizmat uka? Hali ertalab o'g'lingiz taksiga chiqadilar. Bir ikkita joyga o'tdilar. Keyin 87 ming so'm qarz qilib qoldilar. Keyin aka yonimda pulim yo'q edi-yu, mana plastikda berib qo'yib, kechqurun buni olib, pulni berib qo'yaman deyishdi. 2-3 marta telefon qildim, ko'tarmadilar. Hozir endi o'chirib qo'ydilar. O'shancha kelyapman. Bo'lmasa menga beravering, plastikda yonida qolmagandir-da. Puli o'zim beraman men. 90 ming. Aka, to'g'risi, ertalab azonda bozorga chiqib ketasiz. Kechqurun shom qilib kelasiz. O'g'lingizdan xabar olib qo'ying tarbiyasidan. Hali to'g'risi dori oqtardi o'g'lingiz. Keyin aqivotdi, baqivotdi, to'g'almadi, bir ajoyib burunga sepadigan dori oldi. Kayf qilib yuribdi o'g'lingiz. O'shanga bir tarbiyasi bilan shug'ullanib turmasangiz bo'lmaydi aka. Aka, noto'g'ri tushunmaysiz. Yaqin insonligingiz uchun aytib qo'yapman. Jini tarbiyasi bilan shug'ullanib qo'yasiz. Aka, mayli, sog' bo'ling, ko'rishamiz. Mayli aka. Sog' bo'ling. Umid! O dada. Menga qara. Qarag'ada dorilar ichib, chekib kayf qilib yuribsanmi? Yo'q, dada. Yo'q, yolg'on gapirma. O'y, asabimga tegmagin, tushundingmi? Qadamingni o'ylab bosing. Sallab boqaman deb ittalabdan kechgacha bozorma-bozor sovuqlarda yuribman. Yo'q, dada. Bundan dori-pori chekib yurganmiz yo'q. Kimdan eshitdingiz, dada? Qarz bo'lgan taksining eshigimizni taqillatib ketdi. Qarzini so'rab. Yana bir marta o'z ko'zim bilan ko'rsam bormi? Ash o'rikka o'zim olsam qo'llarimni, tushundingmi? Hop, dada. To'ya qol ko'zimga ko'ndimmi? Hop, dada. Hamma yeb o'zimda shu oila, bola chaqa boqaman deb, pul, mol davlat topaman deb ballalarim tarbiyasiga shug'ullanyapman.